Jamoat joylarida ovqatlanish etiketi. Jamoat joylarida ovqatlanishning bir nechta qoidalari mavjud. Hurmat eng asosiy qoida. Shovqin qilmang, baqirmang, telefoningiz ovozini pasaytiring. Selfi tushayotganda ham boshqalarga noqulaylik tug'dirmang. Telefon qo'ng'iroqlariga javob berish uchun chetga chiqing. Buyurtmalaringizni aniq bering. O'tirishdan oldin stolni tozaligiga e'tibor bering. O'tkir hidli ovqat bo'lishidan oldin boshqalardan ham so'rang. Chekishga ruxsat joyda chekmang. Atrofga tutunini yoymang. Qo'llaringizni toza tuting. Yuzingizga ham e'tiborli bo'ling. Boshqalarning idishlariga tegmang. Sekin ovqatlaning. Zero odob tezlikdan muhimroq. Mehribonlik bilan gaplashing. Noqulay mavzulardan qoching. Sizga xizmat ko'rsatishganda rahmat ayting. Sizga nimadir yoqmasa, muloyimlik bilan shikoyat qiling. Spirtli ichimlik boshqalarga yoqmasa, unda siz ham ichmang. Boshqalardan rasmga tushadimi yo'qmi so'rang. Ovqat buyurtma qilishdan oldin boshqalardan ham fikrlarini so'rang. Idishlarga ehtiyotkor bo'ling. Oilaviy taomlanishga borganingizda ularga ham e'tiborliroq bo'ling. Qisqacha xulosa: tozalik va jimlik birinchi o'rinda. Hammaga qulay bo'lgan muhitni tanlang. Shunda hamma sizdan minnatdor bo'ladi. Agar kafe yoki restoranlarni doimiy mijozi bo'lsangiz, xodimlar bilan har doim salomlashing. Buyurtma berayotganda ham aniq gapiring, чтобы xodimga oson bo'lsin. Agar navbatda bo'lsangiz, o'zingizni navbatingizni kuting va sabr qiling. Juda ko'p ovqat olmang, o'zingizga yetarli oling. Ko'chada ovqatlansangiz, atrofni toza saqlang. Axlat tashlamang va o'zingizdan keyin tozalab keting. Restoranlarga borsangiz, oldindan joy band qilganingiz yaxshi va borganingizda xodimlar bilan yaxshi muomalada bo'ling. Rezervatsiyani bekordan bekor aytmay qilmang. Boshqalarni ham o'ylang. Patnis va idishlarni belgilangan joyda qoldiring. Ortiqcha joy egallamang. Stolni toza qoldiring. Transportda yoki общественный joylarda shovqin qilmang. O'z joyingizni toza saqlang. Qoldiqlarni musorga tashlang. Har doim umumiy qoidalar va navbatlarga rioya qiling. Xodimlarga muloyim va odobli bo'ling. Albatta, gigiyenaga rioya qiling va telefon ovozini past qiling. Yuqorida jamoat joylarida o'zini qanday tutish kerakligini ta'kidladik. Umuman olganda, ovqatlanish mumkin bo'lgan jamoat joylariga restoran, kafe, fast-food shoxobchalari, choyxonalar, ishxona, maktab, universitet oshxonalari, savdo markazi, aeroport, vokzal, transport vositalariga ovqatlanish joylari va mehmonxona, hotellardagi zallar kiradi. Bu joylarda ko'pchilik bir vaqtda ovqatlanadi. Shuning uchun yuqorida keltirilgan qoidalarga amal qilish muhim hisoblanadi. Odamlarning jamoat joyida ovqatlanishda o'zini qanday tutishi bu uning madaniy saviyasi va tarbiyasini ko'rsatadi.